Qadrdonlar, o'zgarishda joylashgan Bobur mahalladagi 16 etajga bitta dom bor ekan. O'zi o'shani 15-etajdan kvartiramiz sotuvga kelib qoldi. Kvartiramiz 80 kvadratdan iborat bo'ladi. Hamma mebel texnikalari qoladi deyaptilar. Yashashga tayyor, bitta obzor qilib beramiz-da, ko'ramiz. Hop, kirib kelayotganimizda yo'ldan o'ng chap tarafimizda zal bo'ladi. Zalni ko'rasizlar. O'zini balkonlari bor. Hop. Endi bu yoqqa kirib kelyapmiz. Hop, to'g'rida o'zini sanavzinglar ko'rishinglar mumkin. Hop, hojatxona bilan отдельный qilib ishlangan ekan. Bu yoqqa kirib kelganinglarda oshxona mana. Oshxona ham kattagina, shinam ekan, ko'ryapsizlar, mebel texnika hammasi qoladi deyaptilar. Yana bitta zo'r narsasi, bu yerda okalar ko'ryapsizlarmi, gazi ham bor bu domni. Shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Hop, bu yoqda mana bitta spalniyamiz joylashgan. Domimizdan fasadini ko'rsanglar bo'ladi. Juda chiroyli qilib bitqazilgan. Yonida o'zini bolalar maydonchasi ham bor. Parkovkada muammo yo'q deyaptilar ekan. Liftlari ham har bitta podyezdga ikkitadan joylashtirilgan. Yukinglar bo'lsa, gruzovoy liftda bemalol olib chiqib olsanglar bo'ladi. Bu 3-xonamiz bo'ldi. Shunda aka narxini 65 ming deyaptilar. Srochniy narxladi, lekin 65 mingga tayyor 3 xonali kvartira menimcha zo'r bo'lsa kerak. Pastda nomerni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.